Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifle Tarihi namlı kitabıda bugün biz yanıla Mu'tezid Billah'ın hayatı münasebetlik tarihi kısımlarını okuvatımız. Şu devirdeki bir kısım şairler, edipler Mu'tezid Billah'ın maktap tövendeki şiirini okuyan. Bu şiir şiiriyetinin, Arap şiiriyetindeki cüz'i taksimatıdaki şiir. Bu nima degan vaqtida Arap şiiriyetida bir necha bir qofiya, ahang bor. Qiliplik. Şu qiliplar ichidagi bir qilip bor hamda. Bu şiirda shundoq deydi: Xiyolim ketdi tinchlikparvar bir odam tomonga tarafga deydi. Chidirlar ara, davollar oshgan. Ağzı tatlık, kesellerge dava ve şifa. Kaidi yosulluk, niqablık dedi. Belki bazı Araplarning adeti hem de yüzüne ko'zini ochib qo'yib etib oladigan bir odatlar var. Shuni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Boshqalar yiqillatsa, o texminayt kamtar bo'lib ichilib yeyildigan edi. Kasallarni davolagan, lekin keyin o'zi ketib qolgan. Yani dunyodan ketgan demakchi-da. Uxlayolmadim. Sebebi ishtiyoq, sig'inish, g'am qayg'u tufaylidir. Malomat o bir ayıplik avval. Onun o'rniga kelmaydi. To'lim ayıplik dedi. Asam kuni dedi. Asam kuni degani shu aprel oyininki bir oxirgi haftasini ko'rsatgan. Yani bu kishi yerilgan, jarohatlangan hamma narsani yemledi degan mazmunda. Yani odamga bir xil huzurliq tuyg'u berdi degan bo'lsa kerak. O hammamizning iltijosi va peshvosidir. Ota va tog'i bo'lishda insonlar ichidagi eng yaxshi odamdir. Balog'atli kishilar ichida eng himmatlidir. O giganit qo'ziqdir. Onun xarakteri epuchan kem qo'saqdir. To'lin oydek qarong'u zulmatni yo'ritgan bir kishidir. Ahdilarga vafo qiladigan, qiz ayollarni himoya qiladigan zotdir. Qaratmalikdan xoli holatda avom va xos hammalarga o'xshash teng taqsimot qilib beradi. İltifoti bor, ham g'azab, qahri bor odam edi. Yaxshilik mo'l, ko'p odam bo'lib, ochiqlab intiqom olsa, suv qonga o'zgaradi. Ham tabassumliq inson edi. Mana shu Mu'tezid Billah'niki umumiy xarakterini, sifatini maqtagan shu davrdagi adiblarning Mu'tezid Billah'a bergan bahosi. Bugün dersimiz müşahit olsun ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.